olmay qolganliklaridan so'ng bir kundan so'ng halok bo'lishardi va yo'q bo'lib ketishardi. Tentak zombilar esa shunchaki bir kunda yashab, bir kunda yo'q bo'lib ketishardi. Keyin esa hayvon zombilar esa ulardan ancha-muncha ko'proq vaqt yashashardi. Ular ham toki qornlari och qolguncha yashashardi va qornlari och qolgandan so'ng bir hafta, 10 kun, balki undan ham ko'proq muddat o'tgach, yegulik topa olmay qolganliklaridan so'ng ular ham o'lib ketishardi. Biroq bular ham jimgina o'lib ketishni istashmasdi. Shuning uchun ham ular boshqalarga, ya'niki boshqa zombilarga va odamlarga hujumlar uyushtirib turishardi. Shunday qilib, lekin ularning barchasi odamlarni zombiga aylantira olish qobiliyatiga ega edilar. Shuning uchun ham ularning hech birini istehkomga kirgizmaslik kerak edi. Bu yerda eng xavflisi esa gibrid zombilar edilar. To'g'ri, ular juda ko'p emas edilar, ya'niki har milliondan, har milliarddan bir dona bo'lib paydo bo'lib qolishar edi. Ya'niki eng kuchlilari. Biroq ular ham odamlar uchun yetib ortadigan darajada xavfli edilar. To'g'ri, ular hayvon zombilar bilan ham jangga kirishib qolar edilar, chunki hayvon zombilarga farqi yo'q. Ular yeyish uchun yashashadi, ya'niki yemasalar o'lishlarini bilishadi. Ular tentak zombilarni ham, qizil toshmali zombilarni ham paqqos tushirishadi, odamlarni ham va hattoki gibridlarga ham hujum qilib turishadi. Lekin gibridlarga ularning kuchi yetmasligi aniq. Biroq gibridlar o'zlari alohida yashaydilar. To'g'ri, ular ham zombi. Ular meni do'stim Javohirga o'xshamaydilar. Ko'ringanni, ko'zga tushganni paqqos tushiradigan xilidan. Ular ham xuddi hayvon zombilar kabilardir. Biroq ulardan ko'ra kuchliroqlar. Zombilarning bir tomoni bor edi, bizga juda qulay keladigan, biz uchun foydali bo'ladigan. Ularning aqli rivojlanmay qolgan edi, hattoki o'sha gibrid zombilarning ham. Faqatgina kuchlari paydo bo'lgan, aqllarini esa balki zombi virus